300 ming so'm. O'zbekistonda yangi trendga chiqayotgan avokado marojnasini olib keldim. Xullas O'zbekistonga kelganimdan beri birinchi video. Mana bu marojni 300 ming ekan. 300 mingga olib yeyotgan odamlar bormi? Komment yozib qoldirib qo'yinglar, yeb ko'rganlar bo'lsa, yeb ko'ramiz, mazasiga baho beramiz. Go. Biza bir dona bo'lar ekan. Yeb ko'ramiz. 300 ming so'mga arzirmikin? 25 dollar bo'lyaptimi? 26 dollar bo'lyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Ma'nosini yeydim o'zi. Bu idish ekan bu. Men shokolad deb o'ylabman. Qishloqligimga boraman-da, men qishloqligim. Xullas, короче, mana marojnasini yedim. 10 dan 2 beraman, xullas yeyishni maslahat beraman. Mana unisini yeb ko'raylik, nima ekan bu? Ishqilib bersa bo'ladigan narsami ekan? Wow. Judayam axlat. 300 ming so'm. To'g'risini aytaman, yemayman. Yemaydigan. Xullas, короче, bir 20 mingga ham arzimaydigan marojna yemaylar. Yemaylarga maslahat beraman. Keyingi safar qaysi marojna bo'lishini xohlab qolasizlar. Trendga chiqayotgan marojnalarni men komment yozib qoldiringlar. Hozir men ko'rib turibman, mevali har xil marojnalar chiqyapti. O'shalarni ham yeb ko'rmoqchiman. Qaysi biridan yeb ko'rgan bo'lsangiz, komment yozib qoldiring. Yeb ko'raman, mazasiga baho beramiz. Do'stlar, bu video sizlarga foydali bo'lganligi uchun like bosib qoldirishni unutmang. Jigar, like.